Hamma salom do'stlar, sizlar telefon gaming kanali. Bugungi videoda biz 50 kun survival degan videomizda ikkinchi qismini olamiz. Qani bo'lsam videoga ketdi. Do'stlar, sizlardan oldingi videomda 10 ta like yig'ib berasizlar dedim, lekin 7 ta like yig'ib berdinglar. Mayli, hozir chiqaraman. Iltimos yana obuna bo'lib, like bosib. Bu safar ham endi like bosib qo'yinglar. 10 ta likedan keyin keyingi qism chiqadi. Bu safar endi aniq 10 ta likedan keyin bo'ladi. Endi hozir anchadan beri video chiqmayapti. Faqat shortslar chiqyapti. Cho'ta anchadan beri qarasam, ancha chiqarmagan ekanman videoni, uzun video. Yo-mayo. Nima bu? Voy. Nima bu? Men hozir bu screenshot qolaman. Bo'ldi. Ketdi. Mashhada uyimizni qurib ketamiz. Keyin qanaqadir sayohatlar. Cho'tta mollarni o'ldirmay turamiz hozircha. Qatdan quramiz? Mashhdan qursa. Yo'q, tepalardan quramiz yoki tog'danmi? Mana shu tepalardan quraveraylik. Bitta cho'tta lava bor o'xshayapti. Lava bor aniq bu yerda hozir. Qani? Lava yo'q-ku? Olib ketishdi. Hacker qo'yib ketgan. Voy. Уже ochiq qoldi. Qani ketdi. Qishloq. Qani davay ketdi qishloqqa. Yonginamizda qishloq bor ekan, nima aytmaysizlar? Hop, qani ketdi. Qishloqda agar temirchining uyi bo'lsa mazza qilamiz. Qani. Mashhda yashaymiz endi biz. Hop, qani. Qondaysanlar. O'birchi, qondaysan? Qara menga. Qara. Qandaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing kimsan? Men telefonga qo'yaman. Urma, iflos. Nima dedi? Yaxka. O'ldi. Telefon gamingni kuchini ko'rsin. Extreme bor. Bu как раз bitta konam bor ekan. Shu yerda endi yashaymiz. Qani. Temirchini yo'qmi? Nima qildi bu? Qanaqa nasib o'sgan qishloq? Qani qarichi yaxshilar? Yo'q. Yo-mayo. Tushib ketibdimi? Shu yerda yashaymizmi-ki? Yashamaymikan? Temir topishim kerak, temir topolmayman. Ja, qorong'i emasmi, lekin menga ko'ryapti hozir. Loyvami? Bor ekan. Bitta qishloq o'smagan. Erinchoq qishloq qilar ekan bular. Voy. Yetgancha rahmat 90 ta obunachi uchun. Endi 100 ta obunachiga qarab sekin ketaveramiz. Tez. Shut yopiq bo'lsa. Ko'mir. Ko'mir ham bo'ladi. Temir kerak menga, temir. Temir ham yo'q. Pastda lava bor ekan. Mana yonimizda ham lava bor. Xo'sh. Navju ko'mir ko'p. Ana. Bitta temir. Ikkita temir. 3 ta. 4 ta. Bo'lg'amadi. 4 ta temir. Ko'mirlarni olib ketaylik. Qani ko'mirlar. O'z aksi ko'mir bor ekan. Mayli, har ehtimolga qarshi. Nima ketdi?
Yani kovlaymiz. Tez. Bu safar aniq endi 10 ta like yig'asizlar bo'ldi. O'tgan galgi videomga ham like'larni yig'inglar. 10 ta like yig'mabsizlar hali ham. Shu videoni yoqishimdan oldin ham qarab qo'ydim, lekin hali ham 10 ta like yig'ilmagan ekan. Bundan oldingi sizlarni aytgan videomda ham shu 10 ta like yig'ilgan, uning uchun rahmat kattakon. Skript bilan urishamizmi? Davay baxti. Bo'ldi. Ketdi endi. Yana ko'raveramiz. Chiqish kerak. Kirkam sinmasa bo'ldi endi. Hali ham lekin yozmabsizlar lekin. Mana sizga ulaveraygan Minecraft. Bilganlar yozarsan hozir. Sho'mayjon. Ye? Kechqurun bo'libdi уже. Voy bile. Ya! Kichkina. Bilganimga qaranglar. Yaramas. Yo'qqa. Yo'qqa desam bo'la. Yomasa. Darajasi agar 9 ga o'tirganda o'yindan chiqib ketardim. Hozir. O'yindan chiqib ketmayman. Shunda o'ynayman. Sizlarga shot qilaveramiz. Ketdi. Endi 3-kunimiz. Temir bor ekan. Davay shuni kovlaveramiz. 4 ta temir chiqsa like bosasizlar. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, shu beshinchisi, oltinchisi, yettinchisi, sakkizinchisi. Like bosinglar endi. Davay. Qani endi shasi yo'q o'tlardi. Yo'mayga. Tezroq. Bitta sigir bor ekan. Sigirni o'ldiraveramiz. Mana sigir. Keyin bitta narsani bo'lib qoldim. O'rtalarim kirmasligi ham mumkin ekan, chunki spawnga o'tib ketdim. Endi hozir o'rtalarni topamasam, shuncha qo'shila olmasligi ham mumkin. Xafa bo'lmasdi. Skelet to'g'ri chiqdi. Ana. Kerak medvedgacha. Xo'p. Temirlarni eritamiz. Verstak bo'lib, ikkinchi pechkani ham yaratamiz. Yanaptiki. Agar 50 ga yashamasam, yana alam qoladi. Navbat ovqatim bor edi, qani. Og'ziga ham tiqib beradi. O, 3 ta o'q tushdi bittani sigirdan. Sigir emas. Qanaqa sigir? Ana geçmoqchi. Tez. Ana. Diqqat, kutilmaganda reklama. Mani o'rtog'im Edit Boy 1Kga yordamimiz kerak. Mana shu kanalga iltimos, shuni obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ham shunday qichu yaxshi editlar chiqarar ekan mana. Editlarda men ham borman. Videosi kam lekin obunachisi ko'p.
kundan kunga videolar ko'payib, prosmotr yaxshi. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyasiga kirib, telefon gamingdan salom deb qo'yinglar. Hop, do'stlar, videoga qaytamiz. Reklama shu kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak. Yana kimni kanalni reklama qilish kerak bo'lsa, shuni kommentariyaga kirib yozib qoldirasizlar. Bu Minecraftga e'tibor bermanglar. Hech qanday kallasida oltin shilem olmas. Shuni qara Minecraft bu. Nima qilamiz? Cho'chqani qiydimi? Cho'chqa kartoshka yerga. Men bilmasdim uni lekin. Qani ovqat? Ovqat qani? Ovqatlar tez pishsa-da, yana degan narsalar. Короче, bo'lash yetadi. Tezroq, hammani sindiramiz, ketaveramiz. Bu qushni вообще yoqmadi. Bo'lmasa ekan, Ulan tog'dan uy quramiz. Ketdi. Tog'da yashaymiz biz. Lekin narsalarim yetmasligini aytaman. Shuning uchun mashtan. Meni merimga nima qilgan? Yo, nasib o'sgan meni merimmi? Yo, o'tgan videoda bitta o'q narsa ko'rinadi. Yaxshi videoimni ko'rsam, u quyosh deb o'yladim boshida. Quyosh botayotganda oq bo'lib qolar ekan o'shanda. Lekin unda ham quyosh emas edi. Nima bu? Agar mashina residi kerak bo'lsa, kommentariyada bo'ladi. Kommentariyaga o'zim yozib qo'yaman. Tezroq. Tutmaydim, tog'dan qursak yaxshiroq. Suv ham bor. Chile yashab olamiz ekan. Tez deb yo'qotdi. Hali ham biz 3-kunimiz ekan toshlarsa qiladi yurimiz. Nima bu endi? Tezroq yurib. Yo'mayo. Ekan oramizdan kimdir lemamcha hamma bitta Minecraft o'ynasa kerak. Shaxsan o'zim ham faqat Minecraft o'ynayman. Bir zerkib qolganda Roblox o'ynab qolmasam. Agar Roblox o'ynaydiganlar bo'lsa, oranglarda Robloxnikilarni yozib ketinglar, men sizlar bilan birga o'zingizlarga doriza tashib qo'yaman. Bahonada ismimni ham bilib olasizlar. Post ham qo'yganman bunga. Yuqorini ochdi. Normalniy joylar yo'q-ku. Bo'ladi. Masjid bo'lsa kerak-a? Mana masjid bo'ladi. Masjiddan qilamiz. Qani 1 2 3 4. Nechta qilamiz u yer? 1 2 3 1 2 3 4. Ham toshlarni olib tashlaylik. Tagidagi toshlarni ham olib tashlaymiz. Men xato qilib qo'ydim lekin. Men bilaman. To'g'ri qilma. Xato qildim. O'tga tosh qo'yish kerak edi-yu. To'g'risi, uyda qurishni bilmayman, bilaman. 50